Dilfuza opa, qarang, ko'chada yurganimda-chi, oyog'im tagidan yerni his qilmayman-da, xuddi yo'qdek. Kechqurun uxlayotganimda ham oyog'im qiziydi. Qizib ketdimmi deb oyog'imni ushlab ko'rsam, muzdek bo'ladi oyog'im. Shu jarayonlarga tushunmayapman-da. Nimadan bo'ladi bu? Saxringiz yo'qmi? Lekin sahrim o'lchatuvdim, baland chiquvdi lekin. Keling, unda biz sizni elektromirografiya qilib ko'ramiz. Bunda nima tekshiriladi? Bunda bizda oyoq qo'llarimizda sahna diabeti uzun nervlar zararlanadi. Biza hozir sizda ham sensorni, sezuvchi, motorni, harakatlantiruvchi nervlarda impuls o'tkazuvchiligini ko'ramiz. Ko'pincha saharlar 7, 8, 9 yursa ham, ya'ni unaqa baland bo'lmasa ham, nervlarning zararlanishi juda ham tez bo'ladi. Ya'ni nervlarning ustki qavatidagi miyelin qavati tez zararlangani uchun ulardan impulsning o'tishi sekinlashadi va hozir aytayotgan holatlaringiz kuzatiladi. Buni biz elektromiromegrafiyada aniq ko'rib olamiz. Aniq ko'rsatadi bu apparat, ilmiy apparat ko'rsatadi masalan. Keyin davolasa bo'ladimi? Albatta, oldin nimaligini bilib olamiz va sizga analizlar topshirtiramiz. Nervni holatini tekshirib olamiz-da, keyin buni tiklashga harakat qilamiz. O'zingiz hamma davolash jarayonlarini qilib berasiz? Birgalikda qilamiz. Rahmat.